Assalomu alaykum asil metal obunachilari. Navbatdagi avtomatik pultlik darvozamiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga o'rnatib berildi. Suv omboriga. Xohlovchilar bo'lsa O'zbekiston bo'ylab, qo'shni respublika bo'ylab dostavka, uстановка xizmatlari bor. Obunachilar, bu darvozamiz full variantda o'rnadi. Smart aqlli zamolari bor. Orqasida sensorlari bor. Motorlari 190 tali. Bilasizlar, bu darvozamiz shumkali. O'tda yonmas, suvda cho'kmas. Pultlari 180 metr, 200 metr masofadan boshqarish qobiliyatiga ega. Stoykalarda rezinkalari bor, ichida cho'tkalari bor, radio bloklari, rushnoylari svet bo'lmaganda foydalansa bo'ladi. Lazerlari 160, lazerlari 60 cm yuqorida o'rnaydi yerdan. Nurlari kesilganda avtomatik darvoza tepa ko'tarilib ketadi. Xohlovchilar bo'lsa lishkamizda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilaverasizlar. Keyin bitta sensorni ishlataylik. Odam o'titganda, o'rtada to'xtaganda mana ko'ryapsizlar, avtomatik yuqoriga ko'tarilib ketadi. Sensorlar ishlaganda himoya vazifasini bajaradi. Nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Razmeriga qarab narxlari har xil chiqadi. Gibrid fason. Hurmatli obunachilar, xohlovchilar bo'lsa, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.